Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, parranda ishqibozlari, kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlarga Farg'ona viloyati Rishton parranda bozorini chiroyli qilib narxlarni yoritib beramiz. Xo'p, bismillohda mana boshladik. Bu yerda indotka, g'oz va tovuqlar bor. G'ozlarimiz qanchadan? G'ozlar 200 mingdan, jupi 400 ming. Jupi 400 ming. Indotkani xo'roz makonlari qancha? Xo'rozi 200 ming katta xo'roz. Katta Makonlar xo'roz. 100 mingdan. Makonlar 100 mingdan. Tovuqlarimiz To'g'lami 80 mingdan. 80 ming so'mdan mana mesni tovuqlar. Nariginimiz qancha? Bu ham 80 ming, 75 ming. Nomeringizni qoldiraylikmi so'raganlarga? So'raganlarga Nomeringizni ham ayting, har xil turdagi parrandalar bilan shug'ullanishadi. Telefon qilib so'raverasizlar. 94 lar, Hop, 644, 644 31 32 42. 32 42. G'oz o'rdakni qanaqa parranda kelsa aloqaga chiqarasizlar. O'zimizning mesni jaydari oq kurkalar, ya'ni bigolta emas. Uchalasiga 8 ming so'm so'rashyapti. Xo'p, dakang makon ishqibozlariga mana 5 dona dakangimiz bor ekan. Narxini 120 ming so'mdan deyishyapti. Nomerda qo'yamizmi? Xo'p, Rishton parranda bozorida dakang narxlari 120 ming so'm. Xo'p, Jersey xo'rozlar, ya'ni Jersey so'raganlarga mana Jersey xo'rozlar zo'r yangi chiqargan jo'jalardan ham chiqibdi. Narxini 250 ming so'm deyishyapti, kami bor. Kimga agar zarur bo'lsa o'zimizning nomerga chiqsalar, egasi nomerini beraveramiz. Egasi ozgina telefonda gaplashishga vaqtlari yo'q ekan, aniq olaman deganlarga nomerlarni beraveramiz. Xo'p, qora shahzoda so'raganlar mana qora shahzodalardan ham bor ekan, 2 dona. Mana ekin shulari jo'jalari bor mana bu yerda. Xo'p, makonlar narxi qanchadan? 150 mingdan. 150 ming so'mdan makonlar, jo'jalari 100 mingdan. Xo'p, kim bu tog'imizda har xil turdagi parrandalar ham bo'ladi. Agarda kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarsa, nomeringizni ayting. 91lik 115 Xo'p, 65 75. bo'ldi, shu raqamlarga aloqaga chiqarasizlar, hurmatli aka-ukalar. Rahmat. Biga oltining makonlari, egalari yo'q ekan, mabodo egalar ushlab qolsa, bularning narxlarini ham yoritib o'tamiz. Mana bu yerda mana donasini 80 ming so'mdan baho etishyapti mana. Xo'roz 250 ming so'm so'ralyapti. Egasi 500 ming so'm baho so'rashyapti. Oqlar ashmomi safedo? Champuli? Donasi. Chankilar biron so'z? 13 kilo chiqyapti, 600 ming so'mdan baho so'rashyapti. Xo'p, quyon ishqibozlariga mana quyon jo'jalari ham, quyon bolachalari ham bor ekan. Xo'p, 40 ming so'mdan baho etishyapti. Quyonchalar. Xo'p, Bozorga chiqaman. xo'p, kurkalar va dakangmi, chatishmi? Dakang va hashaklar. Kurkalarimiz qancha ekan, Murodar aka? Kurkalar 400 dan. 400 dan. Xo'roz makan aralashmi bular? Ha, bitta xo'roz 3 ta. Bitta xo'roz, 3 ta makan. Narigi xo'rozimiz-chi? 500 ming kami. 500 ming so'm dakang. O'zimizda jaydarlar qancha? Medallar 100 mingdan. Jaydarlar 100 ming so'm. Broller necha kilo chiqyapti aka? 6 kilo 200 ming baho aytgan. 6 kilo живой veska. Bu Brahmamiz Ramam 150 ming. 150 ming so'm, mana Brahmani narxi aka-ukalar. O'rdak 70 ming. O'rda 70 ming. Rishton parranda bozori. O, bir dona mana sesarka ham bor ekan. Lekin hozir ham olamiz. Narxini bilmaymiz, egasi yo'q. Olib ketorasizlar. Mana bir dona 20 ming so'm deyapti. Eski urug' yaponcha so'raganlarga mana videoni boshida nomerlarni qoldirdik. O'sha akani eski urug' yaponchalari 100 ming so'm deyapti. Kimga qiziq bo'lsa o'sha videoni boshidagi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, hurmatli aka-ukalar, xo'p, Rishton parranda bozorini mana avzor qisqacha va lo'nda bo'ldi. Video yoqqansa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.